Assalomu alaykum bobo dehqonlar, mirishkorlar. Charchamayapsizlarmi? Mana qulpunoylarimizni Alba, Clery sortlarini ekishni boshladik. Mana 3-kun qulpunoylarimiz ancha tiklanib qoldi mana. 3 kundan beri ekyapmiz. Hozirda 20 mingtaga yetdi. Inshaalloh bemalol murojaat qilaverasizlar. Maslahati bilan Xudo xolasa sizlarga o'rgatishga niyat qilganmiz. Yangi Alba qulpunoylari, Clery qulpunoylarini bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Oxirigacha o'rgatamiz inshaalloh. Mana do'stlar, mana bunday yomg'irlatib tuman holatida bularga suvlarni sepamiz. Chunki tuman holatida suv sepib katta qilingan ko'chatlar stressga tushmaydi. Kerakli qilinishi kerak bo'lgan ishlarni bemalol ildizlar bajara oladi. Salqinlikda o'zini yaxshi his qiladi va natijalarini, me'yorini o'zi saqlab kerakli nimalarga yetadi. Vegetatsiya davriga bemalol chiqib boradi. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Alba, Clery navlari hozir bizda mavjud. Murano, Cabrella sortlaridan ham qilib beramiz.